Aniq aytaman, bunaqa narxga 2025-yil Besprabek Genesis G80 2.5 turbo formatik chetiravadan hech kim sizga taklif qilmaydi. Juda ham neobishniy rang. Qanaqa rangligini o'zim ham aytolmayapman. Aytib bo'lmaydigan rangidan. Nima deysizlar? Tayyor turibdi mashina Besprabek. Hozir birkalarini ochib kilometrlarni probegini ko'rsataman. Qaranglar. 2025 ga 7-oy 2.5 turbina Genesis G80 hali paketlari olinmagan. Nakitkalari bilan turibdi, qaranglar. Probeg 492 km masofani bosib o'tib turibdi bu mashinamiz. Holatlari umuman ideal holatda. Bitta lyuki yo'q xolos, 360 bor. Слепой zona bor, бесключевой достуp, akustika, стедийное сохранение, полный hamma yo'q elektronniy, korishnoy salon, korishnoy salon ola bo'lamas, polniy hamma yo'g'ini korishnoy qilib olgan ekan. Alhamdulillah. Akustikalari, hattoki mana poliklari ham polniy korishnoy bejviy salonda turibdi mashinamiz. Xrustalniy shaybali variantidan ikkitadan mana pultlari. Ikkitadan pulti turibdi. Zadniy 360'lar polniy ishlab turibdi mashinani. Holatlari umuman ideal, obduf, obogrev, klimat kontrol, cruise kontrol, hamma funksiyasi bor. Sizga kerak bo'ladigan funksiyalari yangi mashina. Agar mana shtrixlari ko'chmagan mana mashina. Realniy narsani ko'rsatamiz akalar. Bor narsani bor, yo'q narsani yo'q deymiz. Realniy mashina mana shu yerda turibdi. Mana mashinani birkasi akalar, mana mashina hisoblanadi. Tayyor turibdi. Narxi bu mashinani sizga O'zbekistonga 42 ming bilan dastavka qilib yetkazib beramiz. Toshkentga CIP 42 ming kirib boradi. Shtorka pardalari bilan birga Genesis G80 chetirivada. Ko'rishingiz mumkin. Oq qora ola bo'lib yotibdi, hamma bayroq bo'lib yotibdi. Har xil rangdan oq qoradan zerikkanlar uchun alohida neobishniy maxsus rang. Ko'rishingiz mumkin. Jigar rangga tortib ketadi. Diskalari ham o'ziga juda yarashgan. Xo'p, bu mashinamiz 2025-yil 7-oyda chiqqanda mana shu joyidan ozgincha nimaga urgan ekan. Shlagbaundga urib shilib olgan ekan. Bundan oldingi rasmini tashlab beraman. Krilosini o'zida ozgincha kraskasi bor. Hali o dumalagan mashina ekan, uyida bu deyotganlar yozaveringlar, qo'rqmay rasmini tashlab beraman bemalol, chiroyli qilib. Ilgari holati bor, qo'yib ham o'taman. Mana shu mashina ekan. 42 ming bilan CIP O'zbekiston kirib boradi. Rastamoshkasi alohida chiqadi. 2.5 turbina bo'ladigan bo'lsa 25 mingdan 28 minggacha ham chiqishi mumkin. Holat ideal. Yangi mashina olamiz deganlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli qilib upakovka qilib, o'rab, chirmab yetkazib beraman. Mana shu mashina ekan. Xizmatdamiz.